Demek, hurmatli talabalar, bugungi darsimizning mavzusi aniq xarakterga ega bo'lgan bosh namunasining qalam tasviri, ya'ni Apollon haykalini ishlash. Darsimizning rejasi bosh namunasini qog'ozga joylashtirish va qurish bosqichlari. Keyingisi modelni qurish va yengil tuslash bosqichlari. Keyingisi soya yorug', yarim soya, tushuvchi va shaxsiy soya, refleks kabi amallarni bajarish jarayonlarini o'rganish. Bu darsimizning rejasi hisoblanadi. Demak, biz Apollon haykalini ishlamasdan oldin o'zi Apollon to'g'risida ozgina ma'lumot olsak, Apollon kim? O'zi Apollon Yunon mifologiyasi va dinida Olimp xudosi, Zevs va Letoning o'g'li, shifobaxsh etuvchi, sohib karomat va san'at homiysi hisoblangan. Apollonga sig'inish Kichik Osiyodan boshlanib, miloddan avvalgi 2000 yillikda Yunonistonga, u yerdan Rimga tarqalgan. Dastlab cho'ponlar homiysi, olmazorlar xudosi deb tanilgan. Uni she'riyat va musiqa homiysi sifatida ham e'zozlashgan. Qadimgi Yunon san'atida Apollon qo'lida o'q yoki musiqa asbobi ushlab turgan yosh yigit qiyofasida tasvirlashgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin Apollonni musiqa asbobi ushlagan holatdagi tasviri. Demak, bu yerda o'q yoy ushlagan tasviri Apollonni. Mana bu yerda ham Apollonni bir qo'lida musiqa asbobini ushlagan holatdagi tasvirini ko'rishimiz mumkin. Demak, Apollonni chizishni boshlashimizdan oldin uning bosh shaklini, ichki tuzilishini his qilishimiz kerak. Inson bosh shakli proporsiyasini to'g'ri tasvirlash uchun Apollon boshqa haykal bo'ladimi, tirik odamni bosh haykali bo'ladimi, qaysi bosh shaklini chizsak ham uni ichki bosh chanoqini tasavvurimizda tasvirlab chizishimiz lozim bo'ladi. Shundagina odamni bosh shakli proporsiyalarini to'g'ri aniq chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bosh shakli proporsiyalarini to'g'ri tasvirlash uchun uning albatta nisbatlarini to'g'ri belgilab olishimiz kerak. Nisbatlarni to'g'ri belgilab olish uchun biz har xil usullardan foydalanishimiz mumkin. Qalam usulida yoki ko'zni bilan chamalab ham nisbatlarni to'g'ri olishimiz kerak bo'ladi. Ishlash jarayonida albatta dastlabki bosqichlarda Apollonni kesilgan holatda, ya'ni kesib ishlash uslubidan foydalanishimiz lozim bo'ladi. Demak, ishni avvalo dastlabki birinchi bosqichi qog'ozga to'g'ri joylashtirishdan boshlaymiz, ya'ni komponovka qilishdan boshlaymiz. Qog'ozga shunaqa joylash kerakki, qog'ozni taxminan bir 70% joyini egallab turishi kerak bo'ladi. Bizda tasvirlanajak bo'lgan narsamiz qog'ozda bir 70% joyini egallab turishi kerak. Qog'ozda katta ham bo'lib qolmasligi kerak yoki kichkina bo'lib ham qolmasligi kerak bo'ladi. Shuni qog'ozga to'g'ri joylashtirib olamiz eng avvalo birinchi bosqichimizda. Demak, ikkinchi bosqichimizda chiziqli konstruktiv qurib olamiz, ya'ni bosh shaklini, umumiy shaklini aniqlab olamiz. Keyingi bosqichimizda, ya'ni uchinchi bosqichimizda konstruktiv qurib olganimizdan keyin shakllarni, bosh shaklini yanada aniqlashtirib, nisbatlarni to'g'ri belgilab olib, uni tekshirib ko'rishimiz lozim bo'ladi. Keyingi bosqichimizda konstruktiv qurish, ya'ni shakli aniq
to'g'ri chiqqanligiga ishonch hosil qilganimizdan keyingina soya yorug' berishga, ya'ni shitrik berishga o'tishimiz lozim bo'ladi. Eng avvalo soya yorug' berishda umumiy soya yorug' berishdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Qaysi tarafda yorug' yoki qaysi tarafda soya bo'lsa, soya tarafga bir tekisda umumiy soyani berishdan boshlashimiz kerak. Keyingi bosqichimizda perspektiva va hajmlarni to'g'ri aks ettirishimiz kerak. Ya'ni o'sha soya yorug' berish jarayonida o'sha tus nisbatlarini e'tibor qilgan holda havo perspektivasi, chiziqli perspektivalarga to'g'ri o'zlarimizda his qilib, shuni to'g'ri ifodalab berishimiz kerak bo'ladi. Keyingi bosqichimizda mayda detallar bo'yicha ishlov berishimiz kerak bo'ladi. Mayda detallar ishlov berish jarayonida uni fakturasiga ham e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni biz gips bosh haykalini ishlaydigan bo'lsak, uni albatta faqat qattiq qalamda ishlash lozim bo'ladi. Chunki agar yumshoq qalamda ishlaydigan bo'lsak, haykalimiz yumshoq materialga o'xshab qolishi mumkin. Shuning uchun qattiq jism bo'lganligi uchun faqat qattiq qalamda ishlashimiz lozim bo'ladi. Shundagina gips ekanligini fakturasini berishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bosqichimizda, ya'ni eng oxirgi bosqichimiz bu ishni umumlashtirib yakunlash bosqichi hisoblanadi. Endi ishni umumlashtirish deganda nima tushunamiz? Ishni hamma bosqichni o'tib bo'lganimizdan keyingina ishni oxirida fonlarni, orqa fon bo'ladimi, yuzdagi soya yorug'larni nisbatlari bo'ladimi, perspektivasi bo'ladimi, fakturasi bo'ladimi, hammasini bir-biriga mosligini, ya'ni uyg'unligini tekshirishimiz kerak. Bir-biriga mos tushib turibdimi, soya yorug'lar to'g'ri kelib kesilib qolgani yo'qmi, havo bormi shu yerda, sezilyaptimi? Shularda agar kamchiligi bo'lsa, shuni umumlashtirib bir-biriga moslab uyg'unlashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu ishni umumlashtirish bo'ladi shu. Bu yerda endi sizlarga Apollonning gips bosh qalam tasviri namunalarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu yerda talabalarning ishlagan ishlaridan namunalar. Mana bu yerda byusti ishlangan Apollonning. Mana bu yerda bo'lsa retushda, ya'ni maxsus qalamda, ko'mir qalamda karton qog'ozga ishlangan varianti. Bu yerda Apollonning har xil rakursdan ishlangan holati tasvirlangan. Mana bu yerdan Apollonning byusti ishlangan. Demak, darsimizni mavzusidan kelib chiqib, endi savollarga kelsak, bosh shaklining umumiy ko'rinishini ochib berish uchun nimalarga e'tibor berish kerak ekan? Keyingi savolimiz, antik gips bosh namunasini chizma tasvirda, ya'ni qalam tasvirida bajarish uchun qanday bosqichlarga amal qilishimiz lozim ekan? Shuni yanada bir takrorlab, shu savolga javob topib qo'yishimiz lozim bo'ladi. Demak, mavzuni yanada mustahkamlab o'rganish uchun mana shu quyidagi adabiyotlardan foydalanishimiz zarur bo'ladi. Buni daftarlaringizga yozib olib qo'yishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz qisqacha mavzusi shu.
E'tiboringiz uchun